Follikulalar yorilmasligiga qaysi gormonlar sabab bo'ladi? Follikullar yorilmasligi FSH, LG, prolaktin gormonlarining oshib ketishi sabab bo'ladi. AMG past bo'lsa homilador bo'lish mumkinmi? Ha, mumkin, faqatgina IMG ni o'zi homiladorlik bo'lmasligini hal qilmaydi. Progesteron past bo'lsa nima bo'ladi? Progesteron past bo'lsa, homilaning, ya'ni embrionning matkaga implantatsiya bo'lishiga ta'sir qiladi. Tez asabiylashish qaysi gormonlar buzilishiga olib keladi? Tez asabiylashish ayollarda ham, erkaklarda ham buyrak usti bezidan ajralib chiqadigan kortizol miqdoriga ta'sir qiladi. Uyquning buzilishi qaysi gormonlar sabab bo'ladi? Uyquning buzilishiga gormonlar ta'sir qilmaydi, aksincha uyquning buzilishi gormonlarning buzilishiga ta'sir qiladi. Soch to'kilishi qaysi gormonlar bilan bog'liq? Soch to'kilishi asosan buqoq bezi gormonlarining funksiyasining buzilishi hamda erkaklik gormonlari androgen hamda testosteronning miqdorining o'zgarishi bilan bog'liq. Agar sizda follikula yorilmasligi, IMG pastligi hamda soch to'kilishi kuzatilsa, mutaxassisga uchrashib, kerakli analizlarni topshirib, vaqtida nazoratdan o'tishingizni maslahat beraman.